Hozir hammani qiynab kelayotgan muammo holka bu. Bo'yin, ya'ni sheyniy отделda to'planadigan yog' qatlami. Bu boshida kam bo'ladi, keyin qattiqlashib lecheniya olmasa ko'p bo'lib ketadi. Bu sheyniy отделi chetida trapetsiyasimon mышцalar joylashgan. Hozir men sizlarga shu mushaklardagi og'riqlarni qanaqa bo'shatish ko'rsataman. Agar bo'tlarda triggerni nuqtalar deyiladi, bu triggerni nuqtalar bo'lsa, bular bilan отдельно ishlanadi. Qanaqa qilamiz? Qo'limizni musht qilamiz. Umurtqani o'rtasiga emas, umurtqani chetiga va qo'limizni, kaftimizni qo'yib, tanamizni og'irligi bilan ikki tarafga sekin harakat qilamiz. Buni uy sharoitida ham qilsa bo'ladi yoki massajistlarmi, mutaxassislar ham qilsa bo'ladi. Turgunga o'xshagan og'riq nuqtalar, bu nuqtalar bilan barmog'imizni o'sha yerga qo'yib, sekin davleniya beramiz, ishlaymiz. Yoki bo'lmasam, mana bunaqa bonkalarni shu joyga joylashtirib, 5-10 minutga qo'ysanglar ham og'riq tarqaladi. Keyin yana massajni davom ettiramiz. O'ngga, chapga, u yoqqa, bu yoqqa yoyvorsak bo'ladi.